xanım qızlar, bugün sizlarga nazife alayda çöpü tayyorlashni o'rgataman. Kerakli materiallar qiyma qilish mashinasida ezib olgan qo'y yoki kalabusi, pomidor, baranga, ol piyoz, ko'k qizilmuch, samsaq, zencevil, yumg'oq sut, oldin tayyorlab olgan laqma piltisi, ezib olgan ol piyoz, samsaq, zencevil ezmisi, kraxmal, tuz, tuxum, oldi bilan mavur go'sht qiymasini sepamiz. Bununla to'g'rab chanib olgan ol piyoz, zencevil, samsaq aralashmasini dökemiz. Muvaffaq tuz, kraxmal uni, tuxum, özümüzün yaptırışıq asasen qaramuç uni yoki kavalcin uni. Materiallarni sevgandan keyin tekşi aralashtiramiz. Mana birlashtirib tayyorladik. Endi qiymamizni muvofiq cho'nliqda qumlashga olamiz. Mana kumlashni pishirib oldik, ko'ktatlarimizni manadek to'g'rab oldik, chöpni pishirib manadek sovuq suv chayqab ilib oldik. Endi oxirgi bosqichga o'tamiz. Mana qozonga muvofiq miqdorda moy qo'yib, ol piyoz, samsaq, zanjabilni qo'rib, pishtirib chiqqanda pomidor qiyami, qizilmuch qiyamini silib qo'rib olamiz. Ondan keyin baranga, boshqa so'slardan tartib qilib solamiz. Ahırda çöpünü silip, tuz temin tetip, açık su, tetini su koyup, kaçak ıslak bulduk. Mana tamaqımız pişip olgandan keyin üstüge qaramuç, yumg'oq sepib, dasturxonga keltiramiz.